Hammasi Pionerka mol bozor. Ko'rib turibmiz mana. Mana shu yer kirishi bo'ladi. Ancha barakali bozor. Hamma kelgan odam ancha baraka topib ketadi inshaalloh. 36 da mana shu olish. Bozor bilan tanishtiramiz bu videoda. Mana shu yerdan kirish. Albatta bu nimani to'liq videolarini YouTube kanalimizga qo'yamiz. Hammasi Pionerka mol bozorini. Endi mana shu bozorni o'zini kichkina Instagram uchun maxsus tayyorlayapmiz. Mana ko'rib turibmiz, mana shu yerda qo'zi, qo'chqor hammasidan bor. Mana shu taraf to'lalikcha Navesda o'rtalarigacha qo'zilar. Undan keyin qo'chqorlar, katta-katta qo'chqorlar bor bu bozorda. Narigi taraf sog'liq qo'ylar, mana bu tarafda echkilarning qatori mana shu tarafda. Xo'p, bu bozorni endi qisqacha tanishtiryapmiz. To'liq videolari Suprab Chorvachi YouTube kanalimizda bo'ladi. Ko'rib turibmiz, yomon emas. Hozir sizlar bilan tana, sigir, buqalarning qatorini ko'rsatib o'taman. Mana shu tanachamiz Pionerka mol bozori 4,5 million so'mga olganlar. Xo'p, mana shu yer endi xudo xolasa mana sigirlarni, to'g'ri tanachalarning qatori tanachalar sotiladi. Hozir sizlarga teparoqdan chiqib ko'rsataman. Xo'p, tanachalarning qatori, Pionerka mol bozori tanalarning qatori ketdi. Mana bu taraf sigirlarniki, mana bu tarafda otlar bor, toylar bor. Xudo xolasa kimga qanaqasi kerak, har zamonga tuyalar ham kirib turadi. Xo'p, oxirrog'ida kattaroq buqalarning qatori. Inshaalloh hamma mana shu bozordan kelib ishini bitirib ketsa bo'ladi. Bu bozor ham jahon bozoriga kiradi inshaalloh. Xo'p, bizga obuna bo'lish esdan chiqmasin. Inshaalloh biz siz uchun yaxshi bozorlar bilan tanishtirib, ayniqsa chetdan keladigan akalarimiz uchun bozorlarimizdagi bir holatlar bilan tanishtiramiz.